Borgan sari onamga o'xshab borayotganimni sezyapman. Ovqatning eng yaxshi joyini o'zimga emas, bolalarimga ajratganimda buni anglayman. Hamma to'ydimi deb so'ramasdan dasturxondan turib keta olmaganimda, o'zimga oladigan narsani keyinga qoldirib, avval bolalarga olib berganimda, o'sha payt ko'nglim tinch bo'lganida buni tushunaman. Kasal bo'lsam ham hech narsa bo'lmadi deb kunni tugatishga harakat qilganimda, kechasi hamma uxlaganda borib ustilarini yopib qo'ymasam, ko'nglim tinchimaganida, uydan chiqqach ularning ortidan jimgina duo qilganimda buni ko'proq anglayman. Nega doim o'zingizni oxirgi o'ringa qo'yganingizni endi tushunyapman, onajon.